chaqiryapsiz? Ko'ryapsizmi darvozani svetini? Bu shagrin kraska pechkada kuydirilgan bo'ladi. Biz hozir Shamshiboyga 777-do'kon Jamol og'amiz joylariga kelganmiz. Har kelishimizga yangilik qilib turadilar aka. Bu darvozani ko'rish mumkin mana. Bu o'tda ham yonmas ekan, suvda ham cho'kib mana ko'rish hech nima qilmas ekan. Itam mishiq ham tintalanmaydi. Hozir endi mana shu darvozalarni bir to'liq obzorini Jamol og'amiz o'zlaridan olamiz. Assalomu alaykum. Jamol aka, xush ko'rdik. Bu yoqqa yuri, asarti bundan ham ko'p. Aha. Har kelishimizga yana yangiliklar qilib turasiz. Kelib tashladim, har xildan qilib. Mana bu yerda mana chechen fosonimiz qilib qo'ydik, kelishingizga aka. Yangilik. 3,5 ga 3,5. 10 shivildan foydalanganmiz, 2 lis izla shumka qilingan hammasini. Mana jim. Xolasa pult upravleniya texnologiya rivojlanib ketdi. Simlarni tayyorlab, bu yerga domofonlarni, mana bu rukalarni o'rnatib bera olayman. Qo'limizdan keladi. O'zi ochib, o'zi biladi. Pultni o'zlari o'rnatib olishadi. Qaysi viloyat bo'lsa. Toshkentmi, Andijonmi, Namanganmi, qayerda bo'lsa ham Xorazmmi. Kvadrat qancha? Kvadrat 1,5 milliondan O'zbekiston bo'ylab dastlabkamiz bor aka. Dastlabki bor O'zbekiston bo'ylab. Shu narx ichida. Shu narx ichida albatta aytib beraman. Mana bu afsona fasonimiz mana. Bu obzor qilib berganingizda 1 million 100 prosmotr bo'ladi uy bilan. Aka shuni 1 million 300 dan siz obunachingiz bo'lsa qilib beraveramiz. 1 million. 2 lis atroflar shivillar, zuber zamok, hozir aytganimdek domofonlargacha joyini tashab, hammasini joyiga qo'yib qo'yamiz, xudo xolisa. Xo'p, mana 320 ga 3,5 akalar. Tureyskiy fason yangilik bu ham. Xo'p, bir ajoyib bo'ldi, o'ziga yarasha. Bu ham yaxshi tortyapti. 1 million 300 dan bu ham. Ha, mana endi yurib turgan fason, ichini rezaminga qo'ysa ham bo'ladi buni. iPhone'larning ichiga iPhone fason deymiz. Bu ham 1 million 300 dan qalin bo'lgan, 2 lis, 2 stenka. Mana bu yangi ixtiro mana. Tureyskiy İzmir fasonimiz ha. Yangilik yonda Dubay turibdi mana. Xo'p, İzmir fasonimiz 1 million 300 dan O'zbekiston bo'ylab dastlabki bor. 1,5 dan oltganda siz obunachingiz bo'lsa 1 million 300 dan qilib beraveramiz aka. 1 million 300 dan. Xo'p, Dubayimiz. Dubay ham 1 million 300, bu ham tortib turgan. Albatta shumka bo'lgan, mana jim. Shumkalari bu. Domofon, kameraga, portuplarniga hammasiga sim tashab tayyor qilib beraman. Montaj ichida. Elektrik o'zlari o'rnatib olishadi. Qaysi viloyat bo'lsa ham. Xo'p, hurmatli mana azizlar, mana buni ko'ramiz endi. Xo'p, 330 ga 3, 800 ming so'mdan siz obunachingizga qilib beraman. Vodiyni ichiga bo'lsa 1 kunda o'rnatib beraman. Vodiyni ichiga 1 kun Laos. 1 kunda o'rnatib. Qalin bo'lgan, rossiyskiy. Hamma ham endi bachkala olavermaydi-yu. Jiddiy katta okalar deydimi? Ha, katta okalar ham bo'laveradi. Hop, bu yoqqa endi mana ro'zg'or bo'lib kuyovlar bu yoqda aka. Bu yerda kelar mana aka 360 ini, balandligi 380. Chiroyli o'zgacha, high-tech zamok, 450 dan 600 minggacha. Kvadrat. O'zbekiston bo'ylab dastlabki tekin. Ha, mana bularimiz mana akalar. Bu ham 450 mingdan 650 minggacha. iPhone deydi. 3,5 ga 3. Tushib qolsa 1 kunda o'rnatib beraman. Akalar, hop mana bu 345 ga 327. Katta mashina minadigan shopir aka, fermer tog'alarga, savdogar akalarimga Isuzu kiradi deydi-yu. O'shanga mana bu bo'yi pastdagi aka qarang. Bunga misol BYD boshqa markalar kirsa, bunga Isuzu Zil, Kamaz, Isuzu'lar bemalol kiradi. Ponna ochiladi, 2 qanot 345 ga 327 bu akalar. Mana bulimiz mana chiroyli. Tasvir chakam yaqinroq uzoqlik olib berasiz, iltimos. Ponna kadr ko'ryaptimi? 320 ga akalar. Jiddiy narsa. Mana nerjim kerak bas deysa, o'zini mana zavodskoy bor. Qo'yib beraveraman aka. Hop, 450 dan 650 minggacha, 330 ga 3,5 aka razmeri. Eslab qolsa 1 kun vodiyni ichiga. Mana bu mana Toshkent fasonimiz. iPhone fason deydi. Toshkentda ko'proq ini katta bo'y pastadi. Ikkitasi Toshkent ko'proq olamiz. Mana chetlari shivellar, ko'rib turibsizlar. Ko'rsating tasvir chakam, iltimos. Hop, ko'rib turibsizlar mana ikkitadan qo'yilgan Divine. Shuni 650 mingdan oborib o'rnatib beraveramiz vodiyni ichiga 1 kunda. Toshkentga ham, vodiyni ichiga ham bekorga dastlabki. Xo'p, alo deysa bo'ldi akalar. Xo'p, 3,5 ga 370. Bu jigarra, Travatel, Akfa qilishyapti-yu, har xil zamonga qarab kasbinli uylarga, mana zamonaviy uylarga qilib qo'ydik. 3,5 ga 370. Tushib qolsa shuni 550 mingdan siz obunachingizni qilib beraveraman aka. O'rnatib beraman 550 mingdan Laos. 550 mingdan o'rnatib beriladi. Sexdan ham syomka qilamiz, marhamat. Video davomi sexdan bo'ladi. Do'stlar, mana sexga ham yetib keldik. Jamol og'a mana ertalabdan bolalar ishni boshlashdi. Boshlandi, bismillahda boshladik mana. Qora profil mana ko'rib turibsizlar azizlar. Burisi shivellar hammasi qora bo'ladi. Listlarimiz ham qora mana. Listlar ham qora. Hammasi, ha. Birinchi mana ishlar jarayonimiz. Mana ishonch bo'lish uchun sizlarni taklif qilaman. Ichkariga.
Mana bu qora profil mana, stenkasi qalin, qo'l mehnati. Ana to'rdagina olib qo'y tasvircha ekan, iltimos. Ichini to'ldirib, ikkinchi qavatini bosamiz bezakin. Aha. 2 qavatli. 1 million 300 dan kvadrat. Bazaldan- Bu yoqda ham mana, ha. Qo'yib yuboriladi. Sharnilar ham aka mana pachivniy bo'ladi. Tasvircha aka mana shuni olib qo'yasiz iltimos sizdan. Olyapman. Pachivniylar kattasidan, yaxshisidan bo'ladi. Shivili 10 kg, azli. Burushi ham 10 kg mana, 8 ga 10 o'ta qalin bo'lgan. Stenka ham qalin, 2 kg bo'lgan. Bu Mana bularimiz ekan, mana o'zi. qo'l mehnati. Ha, 850 mingdan vodiyga qilib beraveraman. Akalar, e'tibor berasizlar mana 850 mingdan qo'l mehnat. 850 mingdan vodiyga. Ha, vodiyning ichiga qilib beraveraman. Endi vohalarga ana Qoraqalpoq, Ag'ladan Beruniy tushib turadi-da. Aha. Samarqanddaman, Jizzax, Xivadaman deyshadi. Buni dastlabkasini qilib beramiz. Isuzuga yuklab, bitta Isuzu Pitabor jo'natib yuboraman. Akalar, vodiyning ichiga tekin, Toshkentga ham tekin. Toshkent viloyatiga ham, shahriga ham tekin dastlabkamiz. Xo'p. Mana buni mana e'tibor berasizlar. Bu katta Farg'ona shahriga olganman. Internetdan olishda ha. Domlalar, maktabda domlalar. Domlaning uylariga. O'qituvchilar egalari o'ta qalin bo'lgan, syomka qilib tashab turamiz shunaqa jarayon. 2 listdan bo'lgan azli, shumka bo'lgan har biri steklavati solib mana 3 qanot. Katta bu, 4 ga 4,5 mikin, vallohu alam. Aha. 4 ga 4,5 edi. O'sha domlam uylariga. Xo'p, mana bularimiz mana. Ko'rintovga holati akalar, mana ishlash jarayoni mana, xom holati. Qora profildan foydalanganmiz har biriga. Aha. Nimaga qora profil desa, baquvvat. Stenka ham qalin bo'ladi akalar. Qora profili yaxshi Ha, bo'ladi. o'ta qalin mana. Ko'ringlar iltimos. Umuman ovoz ham chiqmaydi. Tov tashavermaydi. Ertaga ham sharnillarni pachivniy qilib, baquvvat qilib beramiz akalar. Olib sotsa ham bo'laveradi, foydalansa. Misol nimalar Ehtiyot talabiga bo'lasiz. qarab xohlagan fasonda qilib beraverasizmi? Xohlagan mana, bitta turib ko'rib turibsizlar-ku, tashqarida ham bor mana. Internetdan olib tashsa ham bo'laveradi, bemalol akalar. Qanaqa qilib bering desa, o'sha didiga qarab qilib beraverasiz. Xohishlarga qarab. Xohishlar, masalan, ayollarni bilasiz-ku. Aha. Noziyroq bo'ladi dedi. Har xil bo'ladi. Mana Beskraska bor. Bugun ketadi. Mana bular bor mana. Samarqandga, Toshkentga, Farg'onaga, Andijon, tagida Oltiariq bor, Toshloq turibdi. Internet olganman, deyarli 90 ta'minlayapsiz ekan-da, Doroza. Xudo xolasa, u deysa bo'ldi. Zo'r. Xo'p, Shogirdlar bilan oilaviy. Jamolxonaga qancha oldin sizga misol zakaz berib berish kerak? Xo'p, men bilan aka Toshkent listlarimizni, O'zbekiston listlarini, o'zimiz milliy listlarni 3 kundan 10 kungacha bo'ladi. 3 kundan 10 kungacha Olmadi. bo'ladi. Ha, mana katta akaga qiluvdik. Battagilar chiqib ketgacha. 3 ta darvozamiz bo'ldi, 4 ta. Mana bu ham 5 ga 6 aka e'tibor berasizlar. 3 tadan sharnir ham aka mana. Tarsoch aka olib qo'yasiz iltimos. Sharnirlar ham shu kattasidan. 5 ga bunaqasi 6. 5 ga 6. Korxonaga bitta akaxon, fermer tog'a ishxonalarga zakaz berdilar. Batta ham 3 ta bordi kecha, chiqib ketdi Toshkentga. O'zimizga bordi, Farg'onaga chiqib ketdigacha. Zo'r. Qo'yingchi, alo deysa bo'ldi. Siz obunachingizga arzon aka, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, hurmatli hamyurtlar, mana eshityapsizlar, 3 kundan 10 kungacha darvozalaring tayyor bo'ladi. Oldindan Behijolat. qancha foizini pulni o'tkazib berish Necha pul kerak? berasan va shuncha berasan demaydi. Ba'zi odamlar 90%, 100% deydi, unaqa emas. Sharoitga qarab ish qilaveramiz aka. Oldindan shuncha nimasi Materiali bor. ishonch bu hosil bo'lish uchun 3 kundan 10 kunda ichida darvozalaring tayyorlab, vodiy ichiga dastavkalari ham shu narxda Toshkent viloyati vodiychi tekin. Endi ana Qoraqalpoq vohalarga endi viloyatlarga. Mabodo hamkorlik qilmoqchi bo'lsalaring, hamkorlar bilan ham ishlaymizmi? Bemalol Qo'zmaga bor akalar alo deysa, foydalansa ham bo'laveradi aka. Misol eshiklarning tagi katta darvozalardan olib kelib terib berib, ustiga 3-4 so'm qo'yib foydalansalaring, narxlarni kelishtirib arzonroq qilib qo'yib Oilaviy beradi. byudjetga, 1 so'm topilsa, mehnatga aka. Mana biz mana shu darvozalar ichida yurib, narxi ancha arzon ekan-da, sababi oilaviy mana shu sexda ish qilishadi. O'g'illari, hamma nimalar, narxi shuncha arzon, sifati o'ta, sifatga javob beradi. Pastda nomerlarni qoldirdik, xullas bemalol aloqaga chiqib, qanaqa savollaring bo'lsa, yana o'zlariga murojaat qilib, savollaringga javob olishlaring mumkin. Jamolxon aka, Sog' bo'ling, ishlaysiz, salomat. Alloh salomat qilsin aka.